Allah subhanahu ve taala barliq insonlarni yo'qdan bar qildi. Ularga osmon zaminni yaratib bo'ysundirib berdi. To'g'ri yo'lda yashash uchun payg'ambarlarni yetakchi qilib avatdi, ularga kitob nozil qildi. Rizqlandirdi, dunyoda hayotlik berdi. Shundaqla iymon ne'mat ato qildi. Bugun biz insonlarning dunyo va oxiratda nijotlikka erishishning birdan-bir asosi bo'lgan taqvodorlik haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yuqorqi oyat karimida Rabbimiz Alloh taolo bizga xitob qilib turib, ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmon holatinglarda vafot bo'linglar deb nido qiladi. Mu'minlarga xitob qilgan bu oyatda Alloh taolo mu'minlarni oldi bilan taqvolikqa buyurdi. Bu bizga iymon bilan taqvolik o'tirisidagi mustahkam aloqani tushuntirib berdi. Taqvolik iymonning talabi va natijasidir. Shundaqla iymonning oxirgi g'oyasidir. Bu oyatdagi loyiq ravishda taqvodorlik qilish vojib bo'lgan shaklda Allohning kamal qudrati va jamol sifatlariga loyiq taqvolik qilishni ko'rsatdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu haqda taqvolik degan Allohning farmonlarini ijro qilish, asi bo'lmaslik, ne'matlarga shukr qilish, tinolmaslik, shundaqla Allohni doim aslab turib, unutib qolmaslikdir deydi. Yana bir qism olimlar bu oyatdagi loyiq ravishda taqvolik qilish Allohning kamal qudrati va ulug'ligiga loyiq taqvolik qilishni ko'rsatmaydi. Chunki bundaq taqvolik ojiz bir insonning qo'lidan kelmaydi. Balki bu yerda bandaning samimiy va doim Allohdan ayminishi va Allohning roziligiga uyg'un holatda yashashini ko'rsatadi deydi. Bundaq bo'lganda haqiqiy taqvolik Allohning amri farmonlariga bo'ysunish va cheklagan haromlaridan yenish orqali hosil bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: inson tilini yomon so'zlardan saqlamaguncha Allohdan loyiq ravishda taqvolik qilgan bo'lmaydi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, taqvolik faqat qalbning amali bo'lmasdan, balki hayot faoliyatlarimizga zich munosabatlik bir amaldir. Undaqda biz qanday qilganda taqvodorlardan bo'la olamiz? Taqvolikni qo'lga keltirishning sabablari nihoyat ko'p bo'lib, eng muhimlari tövandikcha. Birinchisi, bir kishi taqvodorlikni qo'lga keltirmoqchi bo'lsa, oldi bilan Alloh subhanahu va taoloni qalbidan ulug'lashi, yaxshi ko'rishi va har vaqt uning ko'rib turadiganligini esidan chiqarmasligi, shundaqla Allah zikr qilinsa qalbi titraydigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni ziyoda bo'ladigan, faqat Allohga tavakkul qiladigan kishilardan bo'lishga tirishish kerak. Alloh taolo Anfal surasining 2-oyatida innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala rabbihim yatawakkalun. Faqat Allah yad etilsa dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir deydi. Ikkinchi, Allohni yaxshi ko'rgandan keyin u buyurgan ishlarni qilish va to'sqan ishlardan cho'qim qo'l uzish kerak. Chunki Alloh bizni yaxshi ko'rganlik uchun hududlarni belgiladi, amirlarni buyurdi. Allohning farmonidan chatnab turib, qandoq uning sevgisini qo'lga keltira olamiz? Alloh taolo mu'minlar haqida allazina yuqimunas-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi, biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi deydi. Uchinchidan, ko'p ibodat qilish. Ibodat banda bilan Rabbi o'rtasida bo'ladigan aloqani ko'rsatadi. Shundaqla Rabbining amrini bajo keltirish, to'sqanlardan yenish orqali Rabbiga bo'lgan sevgisini ifodalaydi. Undaq bo'lgan ekan, badaniy va moliy ibodatlarni qilish, ko'p zikr qilish, duo qilish qatorliq ibodatlar orqali taqvolikka erishgili bo'ladi. To'rtinchidan, islom shuarlarini namoyon qilish va go'zal axloq bilan zinnatlanish orqali taqvolikni qo'lga keltirgili bo'ladi. Taqvolikni faqat jaynamoz ustida ibodat qilish deb tushunib olgan bo'lsak, nihoyat xatolashgan bo'lamiz. Chunki taqvolik Alloh buyurgan bo'yicha ibodat qilishni ko'rsatish bilan billa Allah buyurgan bo'yicha yashashni ko'rsatadi. Soqol qo'yish, jamoatni lozim tutish, o'qilayotgan azon, masjidlarning munarlari deganga o'xshash islomning belgi xarakteriga ega shuarlarini ulug'lash va hayotida namoyon qilishmi taqvolikning alomatlaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. 5-dan payg'ambar alayhisalomni ulug'lash, sunnatlarni bajo keltirish, yana bir nuqtadan qaraganda Allohni yaxshi ko'rganlikning namoyandasidir. Chunki Alloh taolo "Qul in kuntum tuhibbunalloha
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم deydi. Ey Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir deydi. Demak, payg'ambarga ergishish va yaxshi ko'rish Allohning sevgisi va muhabbatiga elib boradi. 6-dan oxirida adolat, barobarlik, apuchallik, saxiylik deganga o'xshash islom axloqlari bilan zinnatlanish insonni taqvodorlik yetaklaydi. Uning hayotiga taxmi ko'p ma'no ato qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin. Ey mu'minlar, Allah uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar deydi. Demak, aziz qarindoshlar, taqvolik biz qo'yib olgan chiroyli soqolli emas, yoki masjidlarda uzun-uzun o'qigan namozimiz, kunduzlari tutgan nafl ro'zalarimizla emas, balki haqiqiy taqvolik Allah va Rasulini yaxshi ko'rishdan boshlangan holda barliq amallarimizni o'z ichiga olgan, kishilik munosabatlarimizda atrofimizdagi kishilarga ta'sir qilgan, shundaqla musulmonlarga yarashgan shaklda adolat va jasorat tuyg'usiga ega kuchli bir musulmonda namoyon bo'ladigan go'zal bir sifat. Bu sifat bizni dunyoda izzat, hurmatga noil qilsa, oxiratda jannatga yetaklaydi. Ulug' Allohdan har bir qarindishimizga loyiq ravishda taqvodorlik qilishga muvaffaq qilishni so'raymiz.